qilib yordimi, ishonch bilan yordimi? 100% dan necha foiz ishonch bo'ldi? 60%. Bu kam. Bu kam. 70 ming bo'lgan o'yinchi. Bu ham kam. Kam bu. Menga 101 yorib berishing kerak. Chunki katakdek teshikda sen 101 yorsang, u yerga chiqqaningda 90, 70, 80 yorasan. Salgina bunday g'ururingizga, chestingizga tegadigan bir holatni eslang, ichingizdan so'kining o'zingizni ichingizdan. Mana bunaqa turmang. Kecha konsultatsiya o'tdim. Farzandlarimning orasi 1 yosh deydi. Shuning uchun deydi, birinchisini urardim deydi, ikkinchisi uxlaganda birinchisi shovqin qilsa urardim deydi. Endi u seni uradi. Ruhiy kasal bola. Endi u seni amallaringni qaytaradi, uradi. Siz na turmush tarzingizga, na yeb ichishingizga, na fikringizga, na gumoningizga, rasvo gumoningizda ham sizda ham toza, sof, zo'r bolalar tug'iladi. Unaqa bo'lmaydi. Yaxshilik ham o'taveradi, yomonlik ham o'taveradi. Men shunaqa nomardman, mendan faqat yaxshiliklar o'tsin, yomonliklarim o'tmasin demaysiz, elakdan o'tkaza olmaysiz. Shuning uchun ham millatimizda, insoniyatda bu narsa ko'p. Yomonlik ko'p, kasallik ko'p, fikr yomon.